Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 26-iyuldan 2-avgust kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 26-dan 28-iyulgacha 20-25 darajа iliq. 29-iyuldan 2-avgustgacha 22-27 darajа iliq. Kunduzi 36-41 darajа issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-dan 29-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajа iliq. Kunduzi 36-41 darajа issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-dan 28-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 darajа iliq. Kunduzi 34-39 darajа issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajа iliq. Kunduzi 37-42 darajа issiq bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 darajа iliq. Kunduzi 34-39 darajа issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-dan 29-iyulgacha 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-17 darajа iliq. Kunduzi 25-30 darajа iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.